Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoda qanday qilib Capital Bank kartasiga befoiz kartasiz holda pul tushirishni ko'rsatib beraman. Buning uchun kartasiz operatsiyaga bosiladi. Bu yerda til tanlanadi. Keyin karta balansini to'ldiringga bosiladi. Keyin kartangiz qaysi telefon raqamiga bo'lingan bo'lsa, o'sha telefon raqami yoziladi bu yerga. Va o'sha nomerga SMS kod keladi. O'sha kodni mana shu yerga kiritiladi va tasdiqlashga bosiladi. Endi bu yerdan Capital Bank'dagi nomingizdagi barcha kartalar ro'yxati chiqadi. Bu yerdan o'zingizga ma'qul kartani tanlab turib, Visa ham, himoya ham, Uzcarddan Visa dollar, Mastercard, Euro ham to'ldirsa bo'ladi. O'zingizning kredit kartani tanlab turib, tasdiqlash bosiladi. Va minimalga 1000 so'm, maksimal 1250 so'm ekan. Bu yerdan tasdiqlash bosiladi. Va pastga bankomatga pul qo'yiladi va xohlasangiz kiritish, xohlasangiz davom etishni bosib turib biroz kutiladi. Summa hisoblandi. Agar yana qo'shish kerak bo'lsa, yana qo'shishni bosib turib davom etishni bossa bo'ldi. Chek kerakmi? Ha yoki yo'q. Chek kerak bo'lsa ham bosiladi. Va pastda chek chiqarib beradi. Qog'oz bo'lsa, chek chiqarib beradi.